Okay, hali ham issiq suvni tabiiy gazdan yoki elektrdan olyapsizmi? Bunda videoni oxirigacha tomosha qiling, zo'r ma'lumot beraman. Okalar, Ashxobod parkini bilasizlar, shundoq shaharning sentrida joylashgan. Ashxobod parkiga oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan aylangani kelganingizda, oilangizni Ashxobod parkiga kirgizib yuborasizda, Akfa savdo markaziga shundoq kelib bitta aylanib chiqasiz. Juda ham ko'p texnikalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ayniqsa ro'zg'orbob texnikalarni ham topsangiz bo'ladi. Ana shu texnikalardan bittasi bu quyosh kollektori hisoblanadi. Ya'ni quyosh yordamida suvni isitsa bo'ladi. Tasavvur qilasizlar, endi gaz bilan elektr kerak emas. Hozir yaqinda bitta ma'lumot eshitdim, mish-mish bo'lyapti. Birinchi maydan boshlab turib tabiiy gaz bilan elektr energiyani narxi osharmish. Okalar, bu uskunamizni quyosh nuri yordamida suvni isitib beradigan uskuna hisoblanadi. Tasavvur qilinglar, gaz bilan tokki unutamiz, okalar. Bu uskunamizning ikki xil modeli bor. Klassik va premium 100 litrdan 300 litrgacha bo'lgan suvlarni isitib beradi. Eng zo'r joyi, okalar, agar havo yomon bo'lgan taqdirda ham 72 soat suvni issiqligini ushlab berib turadigan mana shunaqa uskuna hisoblanadi. Agar standart holatda sotmoqchi bo'lsangiz, shu holatda mutaxassislarimiz borib o'rnatib berishadi. Agar katta biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, kafe, restoran, korxonanglar yoki ofisingiz bo'ladigan bo'lsa, bunda mutaxassislarimiz hisob-kitob qilib, loyihaviy mana shunaqa uskunalarimizni qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Eng zo'r joyini aytaymi, 15-martdan boshlab turib 1-noyabrga qadar mamlakatimiz quyoshli-ku, bemalol quyosh nuridan foydalanaverasizlar. Tok bilan svetni o'chirib qo'yasizlar. O'rtoqlar, agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxlarini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentda plus qoldiringlar yoki o'zim ko'zim bilan ko'raman desanglar, Ashxobod parkini shundoq yonida Akfabil savdo markaziga kelasizlar, o'zingizlar bilan ko'rib, mutaxassislarimiz bilan gaplashib, ishonch hosil qilasizlar.